Xo'p do'stlar, navbatdagi don apparatimiz tayyor bo'ldi. 11 kilovatli motor turibdi hozir Shnekda. 1,5 kilovat necha kilovat? 1,5 kilovat bu motor Shnekdagi 11 kilovat drabelkada. Xo'p, bu ham Shnek orqali ikkita qoplab beradi. Xo'p, hozir don chiqarib ko'rsatamiz. Sinovdan o'tkazamiz. Hop, makka bug'doy aralashmani. Hop, toza nechalik setka turibdi? 2 lik. Setka 2 likmi, nechalik? Hozir ko'ramiz setka qaysi. Hop. 2 lik menimcha bu setka. 2 lik setkada chiqarib ko'rsatamiz. Bunun da zaten brezan hepini. Yok. Tezliğe gel yok. Böyle ekran arkası. Geçen bir şey yaptı. Yarın hakkında şey yaptı. Yarım dakika tezliğe gel yok. Olmadı bana. Xohlasa O'zbekiston bo'ylab dastavka bor. Xo'p do'stlar, apparatni yukladik. Egasiga jo'natamiz, xudo xolasa. Sirdaryoga ketyapti apparatimiz. Bu apparatimiz narxi motoriga qarab 16 milliondan boshlanadi. Motor kilovatiga qarab. Qancha baquvvat, qancha katta qo'yilsa, narx ko'tarilib boraveradi, xudo xolasa. Setkalari 4 xil setka berdik akamizga komplektda. Manzilimiz Farg'ona, viloyat Farg'ona tumanida, Moshna bozor oldida, Farg'ona Moshna bozori yonida. Dastavka O'zbekiston bo'ylab, xudo xolasa kelishilgan holda bo'ladi dastavkasi.